Qalay aka, uy ma'qulmi? Ha, chiroyli ekan. Oxiri bo'lagan narxni nech pul deyapti uyda egasi? Aka, bo'lishi 54 ming deyapti. 54 mingga 2 xonali juda qimmat lekin. Aka, yo'lda bo'yi bo'lsa, Temolning Abu Sahidi yonida mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalaringiz qoladi. To'rtta kiyimingiz bilan kelib yashaysiz xolos. Bir kishi 51 ming qildi, egasi bermadi. Endi ag'baq qilib 52 qilsam kerak. 52 ga gaplashib ko'ralasizmi? Aka, bering qo'lni. Baraka. 52 ga beradimi? Men ko'ndiraman. Ketording notarius. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Keling. Alaykum assalom. Aka, men shu uyda oldingi egasman. Mebel texnikalarni olib chiqib ketgan kelgandim. Qanaqasiga? Menga makler sotganda shu narsalar bilan sotgan-ku. Yo'q, aka, men quruq uyni o'zini sotganman. Bitta maklerga men telefon qilaychi. Aka, bu uyni sotganingizda aytganmidingiz, mebel texnikalarni olib chiqib ketishadi deb. Sotib turganimda uyda egalari hamma narsani olib chiqib ketadi degandim. Olib deyishadi-yu. Aka, mana aytishgan ekanlar. Berinchi telefonni. Aka, qachon menga aytgansiz? Boshida mebel texnikalar bilan sotgansiz-ku? Yo'q aka, uyda sotib turganimda aytgandim-ku, olib chiqib ketishadi deb. Yo'q, aytganingiz yo'q aka. Men quruq uyda 52 mingga olmayman-ku. Uchirib qo'ydi. 52 ming olganmisiz? Ha, 52 ga oldim. Men 40 deb 38 ga sotib bergan menga. 38? Shu? Noto'g'ri raqam terilgan deyapti. Ha, aka, svetofordan quruvchilar dahasiga burildingizmi? Ha, burildim svetofordan. Qancha yuraman? Svetofordan 700 metr o'tganingizdan keyin chap tarafingizda 10 etajli sariq travertendan bo'lgan komfort uylar bor. O'sha yerga to'xtavering. Ha, bo'ldi, ko'rdim. Mana shu aka, komfort uylarimiz. Bizda 64 kvadratdan 148 kvadratgacha 2 xona, 3 xona, 4 xonali uylarimiz bor. Aka, bizda gaz, svet, suvda muammo yo'q. Mana bu yerda bolalar o'yingohi ham qilib qo'yganmiz. 300 ta xonadonimiz bor. 300 ta xonadonga 2 etajli parkovka ham qilib qo'yganmiz. 300 ta mashina sig'adigan. Ishqilib bu uylar kadastri chiqqanmi? Ha, kadastri chiqqan aka. Tushunarli. Qanaqa kelishamiz? Siz sotadigan odam. Qanaqa desa shunaqa kelishaveramiz. Har bitta sotilgan uydan 200 dollardan bera olasizmi? 200 dan ana xo'jayinlar kelibdi, maslahatlashib ko'ray. Ha, bo'ldi. Makler keluvdi. Sotib bergan uyimdan 200 dollardan berasizlar deyapti. Toshkentda boshqa makler qolmabdimi? Mashiningizni chaqirib olibsiz. Tushunmadim. Kimi mashinani deyapsiz? Mashiniksan-da. Bundan 7-8 yil oldin Bekbarakada 2 xonali kvartirani 52 mingga sotganding. O'zi asli narxi 38 ming ekan. Esladingmi? Yo'q, eslamadim. Adashtirmayapsizmi? Nima adashtiraman? Sani basharangni hech qachon esimdan chiqarmayman. Ko'riboq bittada esladim. Bu domla sotilmasa sotilmas, lekin senga sotishga bermaymiz. Sir bitta. Makler qilmasdan video olib ijtimoiy tarmoqqa target o'qib qo'yib yubor, uylar sotiladi, shuni o'zi yetadi. Tushundingmi? Xo'p.